4-chi poliklinikani bilmaydigan bu xo'rolikni o'zi yo'q. Bu tomoni Prezidentskiy dorogadan kelaverish, Detskiy больницаning cho'daqasiga bormasdan bu yoqda Al Hayati eski Malika restorani, Goluboy ekran hamma yaxshi biladi. Shu joydan, shu qara mashinamizning oldidan do'kon 100 kvadratlik sotuvga qo'yilyapti. Oldiga borib videoni davom ettiramiz. Oldiga yetib keldik. Zinalari chiroyli qilib tayyorlangan, bemalol mashina uchun ham joylari bor. Podyezddan xodlari qilib qo'yilgan. Ichkarisi mana shunaqa holatda visokopatol uchun styajka shkatulkalari qilingan, to'klari kirgizib qo'yilgan, sanuzul uchun joy qoldirib o'tilgan. Bu joyni stomatologiya qilasizlarmi, klinika qilasizlarmi, apteka qilasizlarmi, любой turdagi narsaga to'g'ri keladi. 100 kvadrat maydonni olgan, suvlari, to'klari keltirib, quvurlari qilib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, agar pastda egasini o'zlarining raqamlarini qoldirib ketyapmiz, kelib ko'rib ustida aytib eshitib baraka qilsalaringiz bo'ladi. Videomizni 4-poliklinika atrofidan joy izlab yurgan tanishlaringiz ulashib qo'yinglar. Shunagina poliklinikani yon tomonda yo'ldan atigi 50 metr ichkariga kirib kelganda. Karvondagi Tillo bozor nima yaxshi biladi? Qo'lim bozor, Sakson tomoni deyiladi. Bu yoqda Karvon chorrahani o'zi shu yerdan Medinstitut ko'rinadi. Osiyo xalqaro universitetiga yaqin joydan shunagina yo'lning yoqasida uglovoy joylashgan joyimiz sotuvga qo'yilyapti. Biznesmenlar bo'lsa agar o'zi juda ham unumli foydalanadi bundan. Hujjat bo'yicha uchastkamizni o'zi 4.2 sotix, fasadi 25 metrga, 17 metr yonasiga kirgan uglovoy, ko'chalari asfalt, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Bonusiga oldini ko'ryapsizlar, mana shunaqa devorcha qilib zabor olingan joyi, umumiy 3 sotix yana. Mana shu naveslarning tagi bilan birga umumiy 3 sotix mana bu joyi. Ichkarisi esa 25 ga 17 ketgan. Bunaqa qulay imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Hozirgi kunda bitta qismini, yarmini ijaraga berib 2,5 million haro ijarasidan olib turgan ekanlar. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Matrasxonaga ijaraga berilgan. Yana ikkita oldida qo'shimcha bo'sh joylari mavjud. Oldlardan ham unumli foydalansalaringiz bo'ladi. Restoran qilasizlarmi yoki-da mehmonxona qilasizlarmi, Medinstitutga hamda Osiyo xalqaro universitetiga yaqin joyda yotoqxona qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Xo'p, bu tomonda esa uchastkamizda fasad qismi darvozaxonasi. Bu yerda fasadlari chiroyli qilib taxlangan, oldida yer agarodlari hamda styajkalar qilingan. Ichkariga kirishimiz bilan kattagina darvozaxona, bu yerda bitta katta yotoqxona, bu yerda oshxona qilingan darvozaxonaning ichida juda ham katta joy qilib, bu yerda katta mehmonxona, razdelni sanuzul xonalari hamda ichki hovlisida yana bir komplekt bitta oila yashasa bo'ladigan ichki sharoitlar qilingan bu yoqda. U yoqda esa oldindan ko'rsatgan joyimiz ichkarisi oshxonalar tashkil etilgan, podval joylari mavjud. Mana shu uchastkamiz zo'r lokatsiyadan sotuvga qo'yilyapti. Ulgurib qolinglar, tanishlaringizga videoni ulashib qo'yinglar.